Assalomu alaykum. Ushbu darsimizda ham jarayon kontrollari, progress bar hamda progress indikatorlar to'g'risida gaplashishda davom etamiz. Odatda shu progress bar hamda progress indikatorlarning qiymati o'zidan-o'zi qo'yilmaydi. Asr hisob-kitobdan kelib chiqib unga qiymat beriladi. O'zimiz ham hozirgi darsimizda ham bitta slayder qo'yamiz va shu slayderdan kelayotgan qiymatni progress bar hamda progress indikatorlarga uzatishni o'rganamiz. Uning uchun birinchi navbatda bizga slayder kerak bo'ladi. Slayder yasash uchun slayder klassidan foydalanishimiz kerak edi. Slayderga nom beryapman obyektimga barobar new slayder deymiz. Buni konstruktorga bir yo'la minimum maksimum qiymatlarni o'rnataveraylik. Minimum 0 bo'lsa, maksimum 1 bo'lsa, joriy qiymati 0.2 bo'lsa. Bizga progress bar kerak. Progress barda yasayotgan vaqtimizda buni oldiga final qo'yib qo'yaylik. Sababi bu yasayotgan progress barimizdan slayderning ustida hodisa bajarilgan vaqtda foydalanmoqchimiz. Obyektimga pb deb nom beraman, qisqacha qilib new progress bar deylik. Konstruktorga berayotgan qiymatimizni slayderning joriy qiymatidan olib qo'yamiz. Get value degan metodi bor edi. Shu metod orqali slayderning joriy qiymatini olsak bo'laveradi. Endigi navbat progress indikator yasash kerak. pi deb nomlangan nomini buni ham konstruktorga qiymat berayotgan vaqtimizda slayderdagi qiymatni olib qo'yamiz bu joyga. Endigi navbat slayderda dastlabki surilgan vaqtdagi hodisaga kod yozish edi. Buning uchun slayderda value propertiesni ishga chaqirib, unga bitta listni qo'shib qo'yishimiz kerak. Slayderni o'rganayotgan vaqtimizda ular to'g'risida gaplashgandik. Change listenerda 2 marta enter deb bosib qo'ysam, menga ana kerakli qatorlarda NetBeans o'zi tashlab beryapti. Progress barda set progress turib, slayderdan kelayotgan joriy qiymatni olib shu yerga qo'yib qo'yishimiz kerak. Buning uchun pp.setProgress deb yozib, unga new value deb kelayotgan qiymatni beramiz. New value double value deb qo'ysak, xuddi shu narsani pi ga ham yozaveramiz. Dasturning asosiy qismi nihoyasiga yetdi. Endi layout yasab, shunga joylashtirib qo'yish qoldi xolos. Hech bo'lmasa layout yasaylik. Bir yo'la buning ichiga kontrollar ko'rsatib qo'yamiz. Birinchi slayder tursin, undan keyin pb, undan keyin pi tursin. Boximizga paddinglarni ham bersak, hamma tomonidan 10 dan qiymat tashlasak. Boxga set spacing ham bersak, unga ham aytaylik 10 qiymat beraylik. Endi sahnamizni set title metodidan foydalanib, unga saqlab qo'yamiz. Jarayon kontrollari deylik. Endi epizod o'rnatishimiz kerak. Set scene metodi yordamida qilinadi buni. New scene deb shuning ichida bitta yangi epizod obyektini yasab qo'ysak ham bo'laveradi. Anonim epizod obyekt yasab, konstruktoriga ildiz sifatida boxda ko'rsatamiz. Bu slayder edi bu. Sahnani shu qilib qo'ysak, agar buni xato qilmagan bo'lsak, mayda xato kodimiz ishga tushishi kerak hozir. Kodimiz ham ishga tushdi mana. Dastlabki qiymati buniki 0.2 bo'lganligi uchun mana bu ham 20% da turibdi ekan. Progress bar ham, progress indikator ham. Buni oshirib kamaytirganimiz sari progress barda ham, progress indikatorda ham qiymati ortib kamayyapti. Ushbu darsimizda o'rganmoqchi bo'lgan narsamiz shu edi. Demak, bizning user interfeysimizdan kelayotgan hisob-kitoblarga ko'ra, bizning jarayon kontrollarimiz qiymatlari ham ortib kamayyapti. Shu bilan jarayon kontrollari mavzusiga boshqa qaytmaymiz. Keyingi darsimizda ko'rishgunimizcha xayr, salomat bo'linglar.